Bosing. Mana akam bilan gaplashamiz. Ну хорошо, bo'pti, menga qarang. Bu yerda razgovor bo'ladi-da, такой, любой temada gaplashamiz. O'zingiz erkin his qilib, mazza qilib o'tiring, xo'pmi? Biz sizga savollar beramiz. Xo'pmi? Rahmat. Menga qarang, bu nima u? Boshlariga ana kaskalar, perchatkalar, nima qilasiz bularni? Men ham so'ramoqchi edim shuni. Nimaga bu? Ha, endi bu hozir shunaqa yurmasak bo'lmayapti-da. Chunki kasallar urib mazamizni qochirib qo'yishadi. Lekin kaltak yeyish ham bir diagnozda. Kalta yeb qanaqa diagnoz qo'yasizlar, voy? O'zi bir ahvol bo'lib yotsanglar, nima, davleniya o'lchaysizlarmi? Kulma akam ustidan. Gohida aptechkamizda uspokоительный tugab qoladi-da. Ha. Shunda bemorlar bizni urib keyin charchab qolib qolishadi. Serios? Yomon uradim, aka. Endi majburmiz. Ha, bo'pti, menga qaranglar. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Tayyormiz. Men tayyorman.